Sharq va G'arbda bir ovozdan Shayxur Rais, ya'ni olimlar yo'lboshchisi deya e'tirof etilgan Abu Ali ibn Sinoning ilmiy, adabiy, falsafiy merosi dunyo ilm-fan va madaniyati taraqqiyotiga naqadar ulkan hissa bo'lib qo'shilganini yaxshi bilamiz. Shu boisdan ham uyg'onish davri miniatyura va suratlarida u zotni haqli ravishda Aristotel, Gippokrat, Galen kabi fanning buyuk namoyandalari bilan bir qatorda tasvirlab kelishgan. Abu Ali ibn Sino Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatini o'rta asr sharoitida dunyo madaniyati cho'qqisiga olib chiqqan buyuk mutafakkirlardan biri bo'lib, Yevropada Avitsina nomi bilan mashhur bo'lgan. Buxoroning Afshona qishlog'ida 980-yilda amaldor oilasida tug'ilgan Ibn Sino iste'dodli, zehni o'tkir, xotirasi kuchli bo'lgandan o'z davrida ma'lum bo'lgan ilmlarni juda tez egallaydi. U 10 yoshidanoq Qur'oni Karimni boshdan oyoq yod o'qir edi. Tengdoshlari o'yin-kulguga berilgan pallada uning fikr-o'yi ilm olishda bo'ldi. Abu Ali ibn Sino tibbiyot ilmi daholaridan biri Arastu va Farabiyning izdoshi. Uning ruhshunoslik, tibbiyot, falsafaning turli sohalarida qoldirgan nodir asarlarini jahon olimlari ming yillardan buyon o'rganib kelmoqdalar. Buyuk vatandoshimiz Ibn Sino haqida jiddiyroq, salmoqliroq badiiy asar shu vaqtgacha o'zbek adabiyotida yozilmagan edi. Ibn Sino davri muhitini yaxshi o'rganmay turib, ming yil avvalgi xalqimiz hayotini haqqoniy aks ettirish, qahramonlarni aslida bo'lganidek tasvirlash uchun ijodkordan kuchli bilim, tasavvur kabi iqtidor va iste'dod talab etiladi. Ammo tarixiy badiiy asarni adiblar ancha tajriba to'plab yetilgan vaqtida yoza boshlaydilar. Shu bois 1953-yilda tug'ilgan, bir necha hikoyalar va qissalar yozib nashr ettirgan chinozlik adib Abdujalol Rahim ham Alloma Ibn Sino haqidagi romanni uzoq izlanishlardan keyin yozishga kirishdi. Atoqli sharqshunos Abdusodiq Irisovning Hakim Ibn Sino kitoblarida berilgan nodir ma'lumotlardan unumli foydalangan adib ham tarixda bo'lganidek bu asarda ham zolim mansabdorlarning nafratga sazovor tubanliklari, qirg'in urushlar, tabiiy ofatlar, fidokor tabiblarning g'ayrat shijoati, yovuzlik va ezgulik to'qnashuvlari, tabiat go'zalliklari va jazirama qum ko'chkilari bilan olishuvlarni yaxshi tasvirlagan. Adibning aytishicha, roman hali tugallanmagan. Milliy istiqlol davri o'zbek badiiy nasri esa yana bir yaxshi asarga boyidi deyish mumkin. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining eng yaxshi asarlar tanlovi g'olibi sifatida e'tirof etilgan bu mazkur romanda buyuk vatandoshimizning 1005-yilgacha, ya'ni 25 yoshigacha Buxoroda kechgan hayoti qalamga olingan.